Oltinchi bob. Ov qilish yoki ekin ekish. Qachonlardir butun sayyora aholisi och terimchilar bo'lganlar. Nega ayrimlarga oziq-ovqatni topib yeyish emas, ishlab chiqarish kerak bo'lib qoldi? Agar bunga biror sabab bo'lsa, unda nega aynan eramizdan 8,5 ming yil avval serhosil yarim oyning O'rta Yer dengizining iqlim hududi 3000 yil o'tgach xuddi shunday iqlimga ega Janubi-g'arbiy Yevropaning O'rta Yer dengizi hududlarida amalga oshdi-yu, Kaliforniyaning O'rta Yer dengizi hududlarida, Janubi-g'arbiy Avstraliyada va Janubiy Afrikaning Kap hududida amalga oshmadi. Nega hatto serhosil yarim-oy hududida yashovchilar ham eramizdan 18,5 ming yil yoki 28,5 ming yil avval o'simliklarni madaniylashtirishga kirdilar? Zamonaviy ko'z bilan qaraganda, nega degan savol biroz ahmoqonadek tuyulishi mumkin. Chunki biz och terimchilik hayotining kun kelib inqiroziga yuz tutishi muqarrarligini aniq bilamiz. Olimlar shu sababli bunday hayotni ta'riflash uchun Tom Scopesdan iqtibos olishadi. Najotsiz, bema'ni va qisqa muddatli. Ko'plab fikrlarga ko'ra, bu odamlar og'ir mehnat, kundalik ovqat izlashga mahkum bo'lib, ochlikdan o'lim yoqasigacha borib qolganlar. Ularda hatto yumshoq o'rin va issiq kiyim kabi oddiy moddiyat ham bo'lmagan. Ulardan ko'pchiligi yoshligidayoq o'lib ketishgan. Aslida, bugun faqat taraqqiy etgan birinchi dunyo mamlakatlarining fermada ishlamagan fuqarolarigina oziq-ovqat yetishtirish, jismoniy mehnatsiz, juda qulay ochlik iskanjasidan yiroq va hayotni o'zi aytiradi deb o'ylashadi. Bugungi kunda oziq-ovqat yetishtiruvchi ko'plab dehqon, yer egalari va chorva bilan shug'ullanuvchilarning hayoti ovchi terimchilarnikidan yaxshi emas. Vaqt tejamkorligini o'rganishlari uchun shuni ko'rsatadiki, ular jismoniy mehnatga ovchi terimchilarga nisbatan ko'proq vaqtlarini sarflar ekanlar. Arxeologlar orqali bilamizki, ilk dehqonlar o'zlari siqib chiqargan ovchi terimchilardan jismoniy baquvvatlik, ovqatlanish sifati, kasallanishning og'riq kechishi va umr davomiyligi jihatlarida boy berganlar. Agar ilk dehqonlar oziq-ovqat yetishtirishga o'tishlarining oqibatlari qanday bo'lishi oldidan bilganlarida edi, ular bunday yo'lni tanlamasdilar. Ular oqibatlarni avvaldan bilolmagan ekanlar, lekin aynan nima ularni bu yo'ldan yurishga majbur qildi? O'z qo'shnilarining dehqonchilik bilan shug'ullanayotganini kuzatgan ovchi terimchilar dehqonchilikning barcha biz bilgan qulayliklarini inkor etib, o'z ishlari bilan shug'ullangan ko'plab holatlarni bilamiz. Shimol-sharqiy Avstraliyaning ovchi terimchi aborigenlari minglab yillar davomida Avstraliya va Yangi Gvineya o'rtasidagi Torres bo'g'ozi orollarida dehqon aholisi bilan buyum almashish orqali o'zaro aloqada bo'lganlarini misol qilishimiz mumkin. Kaliforniyaning ovchi terimchi tub aholisi Kolorado daryosi vodiysining qishloq xo'jaligi yurituvchi aholisi bilan o'zaro buyum almashib savdo qilishgan. Janubiy Afrikaning Fish daryosi g'arbiy sohilida yashovchi chorvachi qo'y-qo'yinlar sharqiy sohilda yashovchi dehqon bintular bilan xuddi shunday aloqada bo'lganlar, lekin o'zlari dehqonchilik bilan shug'ullanishmagan. Boshqa hollarda dehqonlar bilan aloqa o'rnatgan ovchi terimchilar oxir-oqibat o'zlari ham dehqonlarga aylanishgan. Ammo bizning nazarimizda bu hodisa anglab bo'lmas darajada uzoq vaqt mobaynida sodir bo'lgan. Shunday qilib, Shimoliy Germaniya dengiz bo'yi aholisi oziq-ovqat yetishtirishni faqatgina xalqlar tomonidan chiziq lentali keramiklar olib kelingandan 1300 yil o'tibgina o'rganishni boshlagan. Nima sababdan dengiz bo'yida yashovchi germaniyaliklar bu qadar ko'p kutishgan va oxir-oqibat ularning qarorlari o'zgarishiga nima sabab bo'lgan? Bu savollarga javob berishdan avval qishloq xo'jaligi to'g'risida paydo bo'lgan ba'zi noto'g'ri tushunchalarga barham berishimiz va so'ngra savolni qaytadan tuzishimiz zarur. Aslini olganda esa, oziq-ovqat yetishtirish odatda biz taxmin qilganimizdek biror yangilik yoki ixtiro sababli paydo bo'lmagan. So'z asosan oziq-ovqat yetishtiruvchi hayot tarzi va och terimchilik o'rtasidagi hech qanday ixtiyoriy tanlov haqida bormagan. Bu asosan o'z mintaqalarida birinchilardan bo'lib, oziq-ovqat yetishtirishni boshlagan odamlar guruhiga tegishli. Ular agrar xo'jalik rivoji uchun mutlaqo ixtiyoriy tanlov qila olmagan, chunki bunga avval duch kelmagan va bu haqda biror tushunchaga ham ega bo'lishmagan. Demak, biz javob berishimiz kerak bo'lgan savollar quyidagicha. Aslida nima uchun oziq-ovqat yetishtirish paydo bo'lgan? Nima sababdan oziq-ovqat yetishtirish ba'zi joylarda paydo bo'lgan, ba'zilarida esa yo'q? Nega turli joylarda oziq-ovqat yetishtirish turli vaqtlarda paydo bo'lgan? Va oziq-ovqat yetishtirish paydo bo'lgan joylarda u nega aynan o'sha paytda paydo bo'lgan? Biroz vaqtli ham, biroz kech ham emas. Keyingi keng tarqalgan noto'g'ri xulosa ovchi terimchilar va oziq-ovqat yetishtiruvchilar hayot tarzi orasida yaqqol farq, aynan ko'chmanchilik va o'troq hayot tarzidagi farqdan iborat. Aslida esa biz tez-tez bunday qaram-qarshiliklarga duch kelsak-da, ba'zi unumdor yerlardagi ovchi terimchilar, shu jumladan Shimoliy Amerikaning Tinch okeani qirg'oqlarida va hattoki Janubi-sharqiy Avstraliyada o'troq hayot tarzida yashagan aholi ham baribir oziq-ovqat yetishtirish bilan shug'ullanmagan. Falastin, Peru qirg'oqlari va Yaponiyada yashagan ovchi terimchilar ularda qishloq xo'jaligi paydo bo'lishidan ancha avvalroq o'troq hayot tarziga o'tishgan. Ba'zi xulosalarga qaraganda 15 ming yil avval ovchi terimchilar dunyoning barcha qismlarida yashagan.
Och terimchilar qabilalari faqat ekologiyasi nochor bo'lgan mintaqalarda, ko'chmanchi hayot tarzi mumkin bo'lgan yerlarda saqlanib qolishgan. Bir paytda ular orasida o'troq aholi soni hozirgiga qaraganda ancha ko'p bo'lgan. Vaqtincha oziq-ovqat yetishtiruvchilar orasida ko'chmanchilar ham bor. Yangi Gvineyaning qo'l tekisliklaridagi ba'zi zamonaviy ko'chmanchilar chakalakzorlarni himoya qiladilar, banan va papaya o'simliklarini ekadilar. Bir necha oyga ovchi terimchilik bilan shug'ullangani ketishadi. Ekinlar holatini tekshirish uchun qaytib kelishadi. Agar ular ko'karib chiqqan bo'lsa, ularni tartibga keltirishadi, begona o'tlardan tozalashadi, yana ovga ketishadi. Bir necha oylardan so'ng ekinlarni yana tartibga keltirish uchun qaytib kelishadi. Hosilni terib olish uchun bir necha vaqt qolishadi va hosil tugagunga qadar shu yerda yashashadi. Qadimda AQShning janubi-sharqi Apache hindulari dehqonchilik bilan shug'ullanish uchun shimoldagi balandroq tepaliklarda joylashishgan. Keyinchalik qish faslida ko'chmanchi bo'lib ov qilish uchun past tekisliklarga qaytishgan. Afrika va Osiyoning ko'plab chorvador aholisi mavsumga qarab o'zlarining qo'nim topgan joylarini fasllar o'zgarishi bilan maksimal darajada past tekislik imkoniyatlaridan foydalanish uchun o'zgartirib turishadi. Shunday qilib, ov va terimchilikdan oziq-ovqat yetishtirishga o'tish har doim ham ko'chmanchi hayot tarzining o'troq hayot tarziga o'tishi bilan mos tushmagan. Bo'linishning keyingi noaniq tusdagi teoriyasi oziq-ovqat yetishtiruvchilarni o'z yerlarini faol boshqaradigan odamlar sifatida, och terimchilarni esa tabiat in'omlarini endigina o'ziga moslashtirayotgan odamlar sifatida bir-biriga qarama-qarshi qo'yadi. Aslida esa och terimchilarning ba'zilari xo'jalikni yaxshi boshqara oladiganlar bo'lgan. Masalan, sago palmasi va tog' pandanus o'simligini madaniylashtirmagan Yangi Gvineya qabilalari iste'molga yaroqli meva beradigan aynan shu yovvoyi o'simliklarning hosildorligini oshirishgan. Bu natijaga esa ular shu o'simliklar o'sadigan joylarda boshqa daraxt turlarini kamaytirish, sago botqoqligi kanallarini tozalash va hosil berishda to'xtagan novdalarni kesib, yangi novda o'sishiga yordam berish orqali erishishgan. Batat va urug'li o'simliklarni madaniylashtirishni o'rgana olmagan Avstraliya aborigenlari bir vaqtning o'zida dehqonchilikning ba'zi an'anaviy elementlarini boshqalardan oldinroq payqay olishgan. Ular o'simliklar o'sadigan maydonlarni olov vositasida tartibga solishgan va shu orqali yong'indan so'ng nihol chiqaradigan urug'li o'simliklar o'sishiga yordam berishgan. Yovvoyi patatlarni terib, yeyishga yaroqli qulupnaylarning asosiy qismini kesib tashlashgan. Ammo qulupnaylar qayta o'sishi uchun ularning ildiz tizimi joylashgan poyani yerga qayta ekishgan. Bunday qazib olish ko'mish jarayoni yerni yumshatgan va shamollatib turgan. Bu esa yerda o'simliklarning qayta ekilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Dehqon degan nomga loyiq bo'lish uchun ulardan faqat bir narsa talab qilingan: qazib olingan va qulupnaylarni qolgan poyalarni o'zlari bilan olib ketish va ularni o'zlarining manzilgohlari yaqinida yerga qayta ekish bo'lgan. Och terimchilar tomonidan allaqachon qo'llanilgan ilk elementlar orasida dehqonchilik sekin va bosqichma-bosqich evolyutsiyaga uchragan. Barcha muhim bo'lgan usullardan hech qaysisi va oxir-oqibat u yoki bu mintaqada xonakilashtirilgan o'simlik va hayvonlarning hech biri bir vaqtning o'zida xonakilashib qolmagan. Hattoki ovchilik va terimchilikdan qishloq xo'jaligiga o'tish shiddatlan borgan holatda ham oziq-ovqat masalasida yemishlari arzimas o'rin egallashni boshlagan, yovvoyi tabiatdan mutlaq ajralib chiqib, o'z o'rnida butunlay boshqa ratsion bilan almashinishi uchun minglab yillar talab etilgan. Oziq-ovqat yetishtirishning ilk bosqichlarida odamlar bir vaqtning o'zida tabiat in'omlaridan va o'z mehnatlari samarasidan foydalanishgan. Odamlar o'z mehnatiga ko'proq tayangan sari esa terimchilarning har xil turlari o'z muhimligini turli davrlarda yo'qotgan. Yuqorida aytib o'tilgan o'tmish davrining davomiyligini anglatish uchun oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimi mehnatga vaqt ajratish va kuch sarflash borasidagi ko'plab o'zaro kelishilmagan qarorlar jamlanmasi natijasi degan faktni keltirish mumkin. Hayvonlar kabi o'zlariga ovqat topib yeyishga majbur bo'lgan insonlarda ham jismoniy kuch va vaqt chegaralangan. Biz tongda uyg'onib o'zicha bugungi kunimni tomorqamdagi so'qa bilan o'tkazishim kerakmi yoki mollyuskalar tersammi yoki bug'ovlasammi deb xayol surib o'tirgan ilk dehqonni tasavvur qilishimiz mumkin. Xoh inson, xoh hayvon bo'lsin, ovqat izlovchilarning barchasi muhim vazifalarni va kuchlarini taqsimlash bilan doimiy ravishda mashg'ul bo'lganlar. Ko'pincha bu g'ayri-ixtiyoriy ravishda amalga oshirilgan. Eng avvalda ular o'z diqqatini eng sevimli ishlarga qaratadilar, ya'ni eng ko'p foyda beradigan vazifalarga. Agar eng sevimli ovqatni topishga imkon bo'lmasa, o'z-o'zidan muhimligi bo'yicha keyingi o'ringa olib qo'yilgan maqsadlar sari intilaveradilar. Bunday ishlarda ko'plab tasavvurlar ishtirok etadi. Inson ochlikdan qutulish va oshqozonni to'ldirish uchun ovqat izlaydi.
Undan tashqari, uning nafsi oqsilga boy, yog'li, tuzli, totli va nihoyat shunchaki shirin ovqatlarni istaydi. O'z tenglari orasida ovqat topuvchi odam faollik yo'lida o'z kaloriyalari, oqsillari va boshqa moddalardan maqsadli ravishda foydalanish uchun qisqa vaqt ichida o'ziga eng ko'p foyda olib keladigan, ishonchli va oz kuch talab qiladigan yo'lni tutadi. Shu bilan birga, u oqibatda ochlikdan qolish imkoniyatini kamaytirishga urinadi. Asosan, past-balandliklardan iborat hayot tarzi vaqtdan unumli foydalangan holda, ishonchli yo'llar bilan oz bo'lsa-da, ovqat topish foizi yuqori, lekin baribir ma'lum fasllarda ochdan o'lish imkoniyati ham kam emas. Kimdir 11 ming yil oldin paydo bo'lgan ilk bog'lar va tomorqalar asosiy ovqat makoni bo'lmish, yovvoyi tabiatda yemishning kamayib ketishi hollarida o'ziga xos omborxona vazifasini o'tagan, degan gipotezani o'rtaga tashlagandi. Boshqa tomondan qaralganda, ovchi erkaklar asosan e'tibor qozonishga harakat qilishgan. Misol uchun, ular o'rmonda yurib kuniga bir jiraf og'irligini oshiradigan yong'oq terib kelib, e'tibordan chetda qolgandan ko'ra, har kun jiraf oviga chiqishda va oyda bir marta jiraf ovlab kelib, mislsiz ovchi maqomiga ega bo'lishga intilishgan. Insonlar bir qarashda mantiqsiz tuyuluvchi madaniy udumlarga ham ega bo'lganlar. Misol uchun, baliqni tansiq taom sifatida yeyish yoki baliq yeyishni taqiqlash. Nihoyat, insonlar nazarida nisbiy qadr-qimmatga ega bo'lgan u yoki bu hayot tarzi ularning hayotda jiddiy ustuvorlikka egadir. Bunga misollar yon atrofimizda tiqilib yotibdi. Anglaganimizdek, har qanday mintaqadagi ilk dehqonlar dehqonchilikni ixtiyoriy tarzda tanlamaganlar, chunki ularning atrofida ishlarni o'rganib olish uchun boshqa dehqonlar bo'lmagan. Biroq, oziq-ovqat yetishtirish mintaqaning biror qismida paydo bo'lgandan so'ng, shu yerlarda qo'shni yashovchi ovchi-terimchilar natijalarini o'z ko'zlari bilan ko'rib, yaxshi va yomon taraflarini taqqoslab qaror qabul qila olishgan. Ba'zi shunday holatlarda ovchi-terimchilar oziq-ovqat yetishtirish tizimini to'laligicha qabul qilishgan, boshqalarida o'zlari uchun alohida elementlarni olishgan. Uchinchi holatda esa yangi imkoniyatlardan mutlaqo bosh tortishgan va ovchi-terimchi sifatida qolaverishgan. Shunday qilib, Yevropaning janubi-sharqiy qismlaridagi ovchi-terimchilar g'alla va dukkakli o'simlik turlarini yetishtirishni, uy hayvonlarini ko'paytirishni eramizdan 6000 yil avval Janubi-g'arbiy Osiyodan oson o'rganib olganlar. Shu barcha 3 ta element eramizdan avvalgi 5000 yillik boshlanishigacha Markaziy Yevropada juda ham tez tarqaladi. Janubi-sharqiy va Markaziy Yevropada qishloq xo'jaligining tez fursatlarda o'zlashtirilishi, ehtimol mahalliy ovchi-terimchilik hayotining oziq-ovqat yetishtirilishiga yutqazishi va raqobatbardosh bo'lmagan hayot tarzi sifatida qaralishi mumkin. Aksincha, Janubi-g'arbiy Yevropada oziq-ovqat yetishtirilishi bosqichma-bosqich amalga oshgan. Bu yerda birinchi bo'lib qo'ychilik, keyinchalik esa g'alla mahsulotlari paydo bo'lgan. Janubi-sharqiy Osiyo qit'asida ishlab chiqilgan xo'jaliklarni boshqarishning tez usullari bosqichma-bosqich va sekinlik bilan Yaponiya orolida o'rganila boshlagan. Buning sababi esa ehtimol o'sha yerlik xalqlarning dengiz inomlari va mahalliy o'simliklarga boyligi va katta mehnat unumdorligiga erishgan hayot tarzi bo'lishi mumkin. Ovchi-terimchilarning hayoti bosqichma-bosqich va sekinlik bilan dehqonchilik hayot tarziga o'z o'rnini bergani kabi, qishloq xo'jaligining bir tizimi boshqasiga o'rin bo'shatishi mumkin. Masalan, eramizdan 2500 yil avval mahalliy o'simliklarni madaniylashtirgan Qo'shma Shtatlarning sharqida yashagan hindular ulardan ko'ra ancha samaraliroq qishloq xo'jaligi tizimini yaratgan va asosan makkajo'xori, qovoq hamda no'xat yetishtirgan meksikalik hindular bilan ko'p yillar savdo aloqalarini olib borishgan. AQSh sharqida yashagan hindular oxir-oqibat meksikalik hindularning qishloq xo'jalik tizimini o'tib oldilar va ko'plab insonlar ajdodlari tomonidan xonakiylashtirilgan o'simliklardan voz kechdilar. Lekin bu jarayon tez va bir xilda kechmagan. Qovoqni o'zlari mustaqil ravishda madaniylashtirdilar. Makkajo'xori eramizning taxminan 200-yilda Meksikadan kirib keldi, ammo taxminan 10-asr boshlarigacha kundalik ratsionda muhim o'rin tutmadi. Kekliklarni ekish makkajo'xoridan taxminan 2 asr keyin o'rganildi. Insonlar ovchi-terimchilik hayot tarziga qaytish uchun dehqonchilik hayotidan voz kechgan holatlarda ham kuzatildi. Misol uchun, eramizdan taxminan 3000 yil oldin Janubiy Shvetsiya hududida yashagan ovchi-terimchilar Janubi-sharqiy Osiyodan yerga ishlov berish va ekin ekish madaniyatini o'rgandilar. Biroq eramizdan taxminan 2700 yil avval dehqonchilik bilan shug'ullanishni to'xtatib, ovchi-terimchilik hayot tarziga qaytdilar. Bu holdan 400 yildan so'ng oxir-oqibat dehqonchilik hayot tarziga o'tdilar. Bu misollardan anglashimiz mumkinki, insonlar ovqat topishning boshqa usuli qolmagani uchungina dehqonchilikka o'tganlar. Odamlarda bungacha o'zlarini boqish imkoni qolmagan deyish noto'g'ridir. Aksincha, oziq-ovqat yetishtirish va ovchi-terimchilikka bir-biri bilan raqobat qiluvchi o'zaro muqobil hayot tarzlari sifatida qarashimiz lozim. Yuqoridagi ikki sof hayot tarzlariga va boshqa kamroq yoki ko'proq oziq-ovqat yetishtiruvchi xo'jaliklarga raqobatchi sifatida ovchi-terimchilik hayotiga qo'shib ma'lum turdagi ekinlarni ekish, uy hayvonlarini parvarish qilish bilan shug'ullanilgan xo'jalikning aralash turini ham keltirish mumkin.
Shunday bo'lsa ham, yuqorida ta'riflangan bosqichlar hosilasi o'laroq oxirgi 10 ming yilda deyarli hamma joyda odamlar ovchi terimchilikdan oziq-ovqat yetishtiradigan hayot tarziga o'tishdi. Bu esa oldimizga bir savolni ko'ndalang qo'yadi. Qanday faktorlar insonlarni ovchi terimchilikni tashlab oziq-ovqat yetishtirish tarziga o'tishga majbur qilgan? Bu savol haligacha arxeologlar hamda antropologlar qizg'in bahslariga chorlaydi. Olimlar bu mavzuda yagona fikrga kela olmayotganliklariga asosiy sabab dunyoning turli qismlarida turli sabablarga ko'ra insonlar hayot tarzini o'zgartirganligidir. Oziq-ovqat yetishtirishning kelib chiqishi va rivojlanishini o'rganishning sabablar va oqibatlarini ajratish qiyinligi bahslarda muhim rol o'ynaydi. Qanday bo'lmasin, hech ikkilanmasdan hayot tarzining o'zgarishiga 5 ta asosiy sababni ko'rsatish mumkin. Bahslar ham asosan shu sabablarning ketma-ketligi borasida bo'ladi. Sabablardan biri yovvoyi tabiatning ozuqaviy resurslariga bo'lgan imkonining cheklanishidir. Oxirgi 13 ming yillar ichida ovchi terimchilarning hayot tarzi ular uchun muhim bo'lgan resurslarning kamayishi yoki umuman yo'q bo'lib ketishiga qarab o'zining jozibadorligini yo'qotgan. Birinchi bobda ko'rganimizdek, Shimoliy va Janubiy Amerika, Yevrosiyo va Afrikada yirik sut emizuvchilarning ko'plab turlari Pleistotsen davri oxiridayoq qirilib ketgan. Bunga esa iqlim o'zgarishi yoki ovchilar sonining ko'payishi va ular mahoratining takomillashishi sabab bo'lishi mumkin. Bu turlarning yo'qolib ketishi Amerika, Yevrosiyo va Afrika hududlarida yashovchilar uchun qanchalik darajada jiddiy omil bo'lganligi oxir-oqibat aynan shu ularni oziq-ovqat yetishtirishni o'rganishga turtki bo'lganligi haqida bahslash mumkin. Ammo yaqinroq tarixdagi jamiyatlar hayotiga kelganda esa bu gipoteza ko'plab shak-shubhasiz isbotlarni topadi. Yangi Zelandiyada moalarni butunlay qirib, dengiz mushuklari populyatsiyasini sezilarli darajada qisqartirib, Tinch okeandagi boshqa orollarda ham dengiz va quruqlikdagi qushlar sonini keskin kamaytiribgina, Polineziya kolonistlari oziq-ovqat yetishtirishni jadallashtirish bilan jiddiy shug'ullanishgan. Xususan, polineziyaliklar M.A. 500-yilda Pasxa oroliga ko'paytiriladigan hayvonlar orasida o'zlari bilan tovuqni olib kelganliklariga qaramasdan, bu jonivor yovvoyi qush va dengiz cho'chqasini tutish qiyinlashgan aholi ratsionining asosiy elementiga aylangan. Xuddi shunday gipotezaga asoslangan holda, hosildor yarim oyda mahalliy ovchi terimchilarining ozuqa manbai hisoblangan yovvoyi oqular sonining kamayib ketishi u yerda hayvonlar xonaklashtirilishi uchun omil bo'lgan. Ikkinchi sabab esa resurslarning kamayishi ovchilikni ozuqa uchun ahamiyatsizroq manba bo'lishiga o'xshagan, ya'ni oson madaniylashtiriladigan yovvoyi o'simlik turlarining keng tarqalishi butunlay dehqonchilikka yetaklagan alohida amaliyotlarning muvaffaqiyatliligini aytish mumkin. Hosildor yarimoy mintaqasidagi iqlimning Pleistotsen davri oxirlarida o'zgarishi qisqa vaqt mobaynida yaxshi hosil beradigan yovvoyi donli o'simliklar maydonlarini sezilarli darajada kengaytirib yubordi. Ushbu donli o'simliklar hosilni terish, hosildor yarimoydagi aholining ilk madaniy o'simliklar, bug'doy va arpani yetishtirishiga bevosita turtki bo'lgan. Hayot tarzi tarozisining oziq-ovqat yetishtirish tomoniga qarab og'ishining yana bir sababi keyinchalik har qanday oziq-ovqat ishlab chiqarishning asosiy elementiga aylangan omillar. Yig'im texnologiyasi, qayta ishlash va saqlash bo'yicha tajribalarning ortishi bo'ldi. Qadimgi dehqon agar bug'doy donlarini yig'ishni, tozalanishi va saqlanishini bilmasa, unga tonnalab hosilning nima keragi bor? Eramizgacha 11-asr boshlarida hosildor yarimoyda bu ishlarni bajarish uchun kerakli barcha ko'nikma va uskunalar shakllanib ulgurgan. Bunday uskunalar yovvoyi don mahsulotlari ko'pligida iloji boricha ko'proq foyda olish maqsadida o'ylab topilgan. Bunday kashfiyotlar qatoriga yovvoyi bug'doy poyasini o'rish uchun yog'ochli yoki suyakli tutqichga biriktirilgan kremniy tig'li o'roqlar, odatda tepaliklar o'sgan donlarni yashirish joyiga tashrif keltirish uchun savatlar, maydalash va oqartirish uchun qovuncha va keli dasta yoki maxsus tosh bo'laklari, saqlangan donlar ko'karib chiqmasligi uchun ularni olovda kuydirish usuli, nihoyat, yerda qazilgan va ba'zi mahsulotlarni namlikdan saqlash uchun devorlarga gil surkalgan ombor o'ralar kiradi. Eramizgacha 12 va 11-asrlardagi manzilgohlarda hosildor yarim oy ovchi terimchilardan bunday ko'nikmalarning bo'lganligi haqida dalillar saqlanib qolgan. Yovvoyi donli o'simliklar mevasini qayta ishlash ko'nikmalari donli o'simliklarni qishloq xo'jaligida madaniylashtirilgan o'simliklar sifatida yetishtirishga zamin yaratdi. Asta-sekinlik bilan yig'ilgan ko'nikmalar beixtiyor o'simliklarni xonaklashtirishdagi birinchi qadam bo'ldi. To'rtinchi sabab esa insonlar populyatsiyasi va oziq-ovqat ishlab chiqarish rivojining bir-biriga bog'liqligidir. Dunyoning hamma burchagidagi bu haqida ishonchli dalil bera oladigan barcha yerlarda arxeologlar aholi soni o'sishi va oziq-ovqat ishlab chiqarishning o'zaro tizimli bog'liqligi haqida ma'lumotlar topmoqdalar. Ulardan qay biri sabab va qay biri oqibat? Bu ham xuddi tovuq va tuxum haqidagi klassik bahs kabi yoki aholi sonining ortib ketishi insonlarga oziq-ovqat yetishtirishni o'rganishga turtki bergan yoki
oziq-ovqat yetishtirish aholi sonining ortishiga sabab bo'lgan. Bu holatda nazariy jihatdan sabab va oqibat bog'liqligi vektori ikki tomonga ham birday yo'nalishi kerak. Yuqorida aytib o'tganimizdek, oziq-ovqat yetishtirish aholi soni ortishiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki agar hisoblansa, maydon o'lchamiga nisbatan yeyiladigan kaloriyalar miqdori ovchi terimchilarnikidan ko'proq. Boshqa tomondan qarasak, so'nggi Pleistotsen davri yovvoyi yemaklarni yig'ish va qayta ishlash usullarini taraqqiy etishi natijasida aholi zichligi busiz ham oshib borayotgandi. Oshib borayotgan aholi sonini yemak bilan ta'minlash vazifasini bajargani sababli oziq-ovqat yetishtirish borgan sari zaruriy sohaga aylanib bordi. Boshqacha qilib aytganda, oziq-ovqat yetishtirishga o'tish avtokataliz jarayoni namunasini ko'rsatdi. Aholi sonining borgan sari ko'payishi odamlarni ishlab chiqarish usullari tomon siljiganliklarini ko'plab qo'llab-quvvatlagan holda, ozuqaga erishishning samarali usullarini izlashga majbur qilgan. Odamlar oziq-ovqatni yetishtirishni boshlab, o'troq hayot tarziga o'tishganda ayollar bola tug'ish intervalini qisqartirish imkoniyatiga ega bo'lishgan. Bu esa o'z navbatida yana odamlar ko'payishi va ozuqaga bo'lgan talab oshishiga olib kelgan. Aynan mana shu oziq-ovqat yetishtirish va aholi zichligi o'rtasidagi ikki tomonlama qarama-qarshiliklardan paradoksal ta'sir sababini izlashimiz kerak. Dehqonchilik maydon birligiga nisbatan iste'molga yaroqli kaloriyalar sonini oshirib, odamlarni ular o'rgangan ovchilik va terimchilikdan ko'ra yomonroq to'ydirgan. Bu effekt aholi sonining ozuqa soniga nisbatan tezroq o'sishi bilan bog'liq. Barcha to'rtta sabab bizga nega hosildor yarim oyda oziq-ovqat yetishtirishga o'tish miloddan avvalgi 10 yoki 12 ming yil avvalroq emas, balki 8,5 ming yil avval sodir bo'lganini tushunishimizga yordam beradi. So'nggi 2 sana ov va terimchilik haligacha o'z samarasini dehqonchilikdan ko'ra ko'proq berib kelgan paytga to'g'ri keladi. Yirik suv emizuvchilar serob, yovvoyi donli o'simliklar esa aksincha. Odamlar hali samarali terim, donni qayta ishlash va saqlash uchun muhim bo'lgan ixtirolarga o'tmagan. Aholining zichligi esa maydonlardan olinadigan kaloriyalar sonini oshirish darajasiga yetmagani sababli u eng muhim maqsadga aylanmagan edi. Hikoya qilinayotgan o'tish davridagi so'nggi 5-sabab ovchi terimchilar va oziq yetishtiruvchilar maydonlari chegarasi o'rtasida muhim hal qiluvchi rolni o'ynagan. Agrar jamiyatdagi katta zichlik shunchaki aholi soni ko'pligi sababli hayot tarzi bilan bog'liq boshqa ustunliklarni aytmaganda ovchi terimchilar jamiyatni siqib chiqarishga va yoki yo'q qilib yuborishga imkon yaratdi. Avvallari faqatgina ovchi terimchilar yashagan hududlarda qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanganlar soni bu ishlar soni tobora oshib borgan. Oqibatda yer sharining qishloq xo'jaligi uchun yaroqli qismlarda ovchi terimchilardan faqat ikki xil taqdir kutardi. Yoki ularni qo'shni dehqonlar siqib chiqarishadi yoki ular ham dehqonlik qilib o'zlari uchun yashab qolishning yagona manbaini qoldiradilar. Ular son jihatdan ko'proq bo'lgan yoki geografik qiyinchiliklarga dehqonlar tarqalishiga monelik qiladigan yerlarda mahalliy ovchi terimchilar juda qadim davrlardanoq yerga ishlov berish ilmini o'rgandilar va shu yo'l bilan tarixiy dehqon maqomiga kirgan. AQShning janubi-g'arbida, O'rta Yer dengizining g'arbida, Yevropaning Atlantik sohillarida va Yaponiyaning ayrim qismlarida voqealar aynan shunday ko'rinishda tus olgan. Ammo Indoneziyada, Janubi-Sharqiy Osiyoning tropik qismlarida, subekvatorial Afrikaning katta qismida va ehtimol Yevropaning ayrim hududlarida juda qadim zamonlardayoq ovchi terimchilar dehqonlar tomonidan siqib chiqarilganlar. Xuddi shu ssenariy zamonaviy davrda Avstraliya va G'arbiy Qo'shma Shtatlarning katta qismida takrorlangan. Oziq-ovqat yetishtiruvchilarning kirib kelishi yoki kerakli texnologiyalarni qo'llanishi uchun kuchli geografik va ekologik to'siq bo'la oluvchi qishloq xo'jaligi uchun noqulay hududlarda ovchi terimchilardan bugungi kungacha yashab kelmoqdalar. Bunday tarzda yashab kelayotganlardan 3 ta misol bizga ma'lum. Arizonaning agrar xo'jalik yurituvchi hindulardan cho'llar sababli chegaralanib qolgan. Kaliforniyaning ovchi terimchilari, Janubiy Afrikaning Kab viloyatida ekvatorial iqlim zonasida yashovchi dehqon bantular uchun noqulay hisoblangan O'rta Yer dengizi iqlim zonasida yashovchi koinlar, Indoneziya va Yangi Gvineyada yashovchi oziq-ovqat yetishtiruvchilardan ensiz dengizlar bilan ajralib turgan Avstraliya qit'asining ovchi terimchilari, 20-asrga yetib kelgan kam sonli ovchi terimchi xalqlar dehqonchilik uchun noqulay bo'lgan cho'llar va ayrim arstik hududlarda yashaganliklari uchun ham dehqonchilik hayot tarziga o'tmay qolganlar. Lekin hatto ular ham taxminan yana 10 yilcha shu holda yashay oladilar. Ular yoki sivilizatsiya bergan yangi imkoniyatlarga uchib, tarqalib ketadilar yoki amaldor va missionerlar bosimi ostida o'troq hayot tarziga o'tadilar yoki boshqalar tomonidan olib borilgan infeksiyalarning qurboni bo'ladilar.